Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa mana Varzak yana Bek to'yxonasining oldiga yangi choyxona tushibdi. Somor. Kelaverasizlar bemalol. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilib kelaverasizlar. Tepada o'tiraman, ya'ni so'rida o'tiraman, stolsida o'tiraman deganlar uchun alohida joylar bor. Yo'q, xonada o'tiraman deganlar uchun alohida xonalarimiz ham mavjud. Xudo xolasa mana bemalol kelaverasizlar. Ayollar kelsa ham bemalol zakaz qilib kelinaveradi, bemalol kunduzi. Kecha kunduz erkaklar bemalol kelaveradi. Ayvonda o'tiraman deganlar uchun ayvonlarda alohida joylar bor. Xonada o'tiraman deganlar uchun bemalol joy bor. Ichkarida ko'rsatamiz, xudo xolasa. Xonalardan bemalol salqin tushyapti, bemalol o'tirishlar ham mumkin. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Bemalol kelinaveradi, xudo xolasa. Misol suyuqmi, qo'yiqmi zakaz qilsa bemalol ovqatlar qilib beraverasizlar. Zakazini ovqatlar. Telefon qilib aytib qo'ysa ham bo'laveradi ovqatlarda. Bo'laveradi. Sog' bo'linglar, bemalol kutamiz, xudo xolasa shu yerda. Choyxona, go'zal choyxona, choy chiqish shirin choydan